Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, aziz do'stlar. Xabaringlar bor. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida qadrlab turgan yangi Toshkent loyihasida biz hozir mana yangi Toshkent loyihasida qurilib turgan stadion bo'limida ishlab turibmiz. Hozirda esa mana 7-bo'limimizni ustunda, ya'ni 2-etajda turib sizlarga video tayyorlayapmiz. Sizlarga kecha ko'rsatgan mana asosiy kirish xodimiz, ya'ni futbolistlarimiz, murabbiylarimizni kirib chiqish xodlari ustida turibmiz. Mana shu xodni ustidan turib sizlarga video qilyapmiz. Muxlislarimiz uchun stadionga kirish va chiqish xodlari mana birinchi va ikkinchi blokimiz orasida bitta, 3 va 4 blokimiz orasida ikkinchisi, 5 va 6 bloklarimiz orasida 3 va 8 blok va 1 blokimiz orasida 4 xodlarimiz bor, kirib chiqish xodlari. Bu yerda esa asosiy murabbiylarimiz va futbolistlarimiz kirib chiqishlari uchun xodlar yaratib qo'yilgan. Birinchi qavatimizda esa nasib qilsa, birinchi qavatimizda magazinlar va shunga o'xshash targoviyat, tualet, magazin, qanaqadir butiklar, shularga o'xshash отдельно bo'lmalarga bo'linadigan bo'lyapti uchun mana turgan 2-etajimizda esa futbolistlar va murabbiylarni kirib dam olishi uchun mashg'ulotlarni murabbiylar ko'nikmalarni futbolistlarga berish uchun отдельно xonalarimiz, razdivalkalarimiz hammasi 2-etajda joylashgan bo'ladi. 3-etajimiz esa VIP zonalar hisoblanadi. 4, 5, 6 etajlarimizda esa yana qo'shimcha mana уборщицаlarimiz, qorovulxonalarimiz, axranalar, hamma shunga o'xshash xonalarga bo'linadigan bo'lyapti. Mana hozirda birinchi blokimizni 3-etajigacha bo'lgan tribunalarimizni betonlari qarib qo'yib bo'lindi. Mana birinchi oralig'imizda turgan oraliqda esa, birinchi blokimizda turgan oraliqda esa bunga maxsus razmerdagi tribunalari bo'lganligi uchun hali tayyor bo'lmabdi. Ya'niki buni qoliplari, texnologiyalari Turkiyadan yetib kelmabdi. Har bir tribunamizning betonlari Bektemir tumanida maxsus tayyorlanyapti va har bir etajimizda har bitta qo'yiladigan chasti bo'laklari, har bitta etajniki, har bitta blokniki отдельно razmerda bo'lganligi uchun barisi mana отдельно shaklda olib kelib qo'yilyapti. Nasib qilsa, yozni chillalardan o'tib olsak, bu qurgan betonlarimiz ustiga skameykalarimizni ham qo'yishni boshlaymiz va so'ngida stadionimiz ichki qismidagi remontlariga start beramiz. Aziz do'stlar, hurmatli podpischilar, nasib qilsa qo'llab-quvvatlab tursangizlar, sizlar bilan birgalikda hammasini birgalikda uddalaymiz.